Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 20-mart 2026-yil. Haftaga juma. Barchaga juma yom. Ramazon hayit bayramlaringiz muborak bo'lsin. Biz Surxondaryo viloyati Qiziriq jahon bozoriga kelyapmiz. Eski jahon bozoriga. Sizlarga kontentlar ulashamiz. Assalomu alaykum. Aka nech pul aytilyapti bu? 239 so'rayaptimi? Hozir olib ikkalasi do'stlar 39 million aytilyapti. Hali savdosi bo'lmadi. Hozir bozorga kirib keldim. So'rishlaringiz mumkin. Bolar mana qizlar ekanlar. Mana hurmatli kuzatuvchilar, Qiziriq jahon eski mol bozori ham sizlashga ishlari boshlandi. Endi navbat mol bozorga. Mana qum to'kilyapti. Xudo xolasa ertadan boshlaydi. Ertadan keyin endi yakshanba kun bozor kunida o'tkazib olamiz. Yakshanba kunida. Undan keyin sizlashni boshlaveramiz bu. Xudo xolasa mikserda quyiladi. Tezroq tugallanadi ishlar. Yo'llarda hozir shag'al to'kildi, tosh to'kilyapti. Xulosa, menimcha yakshanba kunidan keyin boshlanadi istash ishlar. Yo'llarda rad bo'ladi, buni ham usti tepasi navis bo'ladi, xulosa. Xalqqa yengillik bo'lish uchun qilinyapti hammasi. Kimdan ekan bu? Nech bo'lyapti aka? 5,5 oldi. Olindimi? Ha? Bozorda edim, va alaykum assalom, va alaykum assalom. Qilma zo'rmi? Aka baraka bo'ldimi deyshami? Gap yo'q. Nechinchi bolalar ekan bu? Qurban kelgan ekan, o'shan bol qo'yaldi, o'nta. Do'stlar, mana 5,5 dan baraka bo'libdi, qo'zili qo'ylar. Go'shtlar. Qurban, machaya. Kelaverasiz Qiziriq juma bozoriga. Bugun bayram munosabati bilan salga odam kamroq. Chek olinmayapti. Juma kuni mutlaqo chekin cheklari. Yakshanba kuni ham cheklarga bonus qilib beradi. Kelaverasiz. Bonuslari bor. Mana do'stlar, Qiziriq qo'y bozori, Qiziriq eski bozorida sizlashga ishlari batamom tugallandi, oxiriga yetdi. Endi xudo xolasa navbat mol bozoriga o'tamiz. Hozir sizlarga mol bozorida ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Toshlar to'kilgan. Xudo xolasa ertadan, bugun endi bayram, ertadan ishlar boshlanadi. Qo'y bozorida ham endi xudo xolasa naveslari bo'ladi. Tepasi naves qilinadi, boshlanadi yaqinda. Do'stlar, mana shu qo'zlarni 3 milliondan so'rashyapti. Qo'chqor qo'zlar. Berishmayapti. 3,5-4 million aytilyapti. Sog'lig'i ham bor ekan bitta. Ko'rsangiz. Do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Sement oyoq loy bo'lmaydi. Bundan buyoq naves ham bo'ladi yaqinda, xudo xolasa. Aka nech pul bo'lyapti bu? 10,5 bo'lyapti. 10,5. Bermayapsizmi? Nech pul bo'lsa olyapsiz? 11 bo'lsa oldi. 11 bo'lsa oldi. Bular qaytyaptimi, olindimi? 4,8 dan qo'zili qo'ylar olinibdi mana. Gap yo'q, buyursin. Do'stlar, bugun bayramligi uchun bozorda mol salgina kamroq kiryapti. 87 ga bermayapsizmi? 87,5 beryapti. Bermayapsizmi? Qancha bo'lsa olyapti? 9 dan chiqsa oladi. G'unajimmi? Bili o'zi kattasi edi bo'ladi. Musulmonjon Ibragimov. Ibragimov YouTube'da, Telegram'da, Instagram'da. To'qqizdan oshsa meni beradi. Gel. To'qqizdan oshsa gildiradi. Endi og'iz ochib ketsa, qizartsa mola. Gap bo'lishi mumkin. Buyursin. Mana qo'zili qo'y. Narxini so'rab ko'rsatib beramiz.
Neç bo'lib qoldi ekan bu? Kimdan ekan? Olindimi? 5 million 600 ga olinibdi mana. Gap yo'q. Gap bo'lishim kerak. Urg'ochimi qo'shqarmi bo'lsa aka? Nechinchi bolasi ekan? Birinchi bolasi. Aka nech pul aytilyapti bu? 12 aytilyapti. Savdosi bo'ldimi? Nech pul so'rayapti? 11300 so'rayapti. G'unajin. Tug'magan. Ana. Ha, ko'rishlaringiz mumkin. Jiyan nech pul bo'lyapti bular? 3 million 200 dan. Kichkinalarichi? 3 million so'm. Ya qo'chqormi, urg'ochimi bular? Bittasi urg'ochi. Ha, qolgani qo'chqorcha. Gap yo'q. Do'stlar, juma kuni Qiziq juma bozoridamiz. 2026-20 Hech qanday chek olinmayapti. Bozor kunlari ham bonus bo'ladi. Aka nech pul aytilyapti bular? 4 million so'm. Urg'ochimi, qo'chqorchami? Urg'ocha bular. To'qlar, ha? Savdosi nech pul bo'lyapti aka? 3 milliondan bo'lyapti. 3 million so'mdan. Nech pul ekan echkilar aka? Echki 2,5 so'rab beraman. 2,5 ga bermayapsiz. Bunisichi uloqmi bu? Uloq. Urg'ocha bu ham. Nech pul bo'lyapti? Yana bola 2,5 million. Yana bola 2,5 bir joyda gap yo'q. Fodangiz bersin. Ko'ring. Aka uloqlar nech bo'lib qoldi savdosi? Aytavering, katta kichiklarga qarab. 750 dan 1,5 milliongacha bo'ladi. 750 ming so'mdan do'stlar, 1,5 million so'mgacha bor ekan urg'ochi. Taka aralash. Qiziq juma bozorida. To'g'rimi aka? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Bu olindimi ekan? 10,5 qoldi. 10,5 ga mana shu. Qana, g'unajin olib. Qarani 10,5 millionga oldi. Gap yo'q, buyursin. Yechilib qoldi echkilar. Aka echkilar kimdan ekan? 1 million 200 dan. Urg'ochi taka aralash. Gap yo'q. Kichkinalarichi? 500-600. Gap yo'q. Bu nech bo'lib qoldi aka sovuqlar? Aka yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Qo'zili qo'ylar qancha bo'lib qoldi aka? Ha? Qaysi kanal aka? Aytavering aka, molni o'zi olmayotganmiz. Aytavering deyman. Mendan emas deyapti. Sizni ko'rsatyapti-da hozir. Mendan emas deyman. Jan nech bo'lyapti bular? Darakdanmi bu? Bermaysanmi? Nech pul aytilyapti? Nech pul bo'lsa ol deyapsan? Nikoni so'rayapti 4 million 200 ga. 4 million 200 ga. Qo'shqora ikkalasi ham. Necha oylik qo'zlar bular? 2 oylik qo'zlar. Qo'shqor qo'zlar 4 million 200 ga ikkalasi so'rayapti, bermayapti. 2 dan aytilyapti, to'g'rimi? 2 dan aytilyapti. Nech pulga baraka bo'ldi? 3 million bo'ldi, 3 million. 3 million so'm. Urg'ochi to'qla. Gap yo'q. 3 million so'mga urg'ochi to'qla baraka bo'ldi.